Assalomu alaykum, hammaga okalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Song L bo'yicha ozgina sizlarga gapirib o'tib ketay dedim. Song L 2024-2025-yil juda ham katta haytga uchradi. BYD kompaniyasi umuman mana shu model o'xshamadi. Nimaga? Yo'lda odam chiqib qolsa to'xtaverardim. Misol, mashinada tursam ham to'xtab qolardi mashina. O'shani endi to'g'riladi, bartaraf qildi. Mashina zo'r. Xo'p, lidar qo'ydi, o'shaning hisobiga hamda kameralarni ko'paytirdi. O'shaning hisobiga endi to'xtamaydi. Mashinani tanishtirib o'tib ketaman. 662 km to'liq zaryadkada yurib beradi. 0 dan 100 gacha 5 sekund. Ballonlari R20 hamda diskalari. R20 GT ballon. Ходовой keladigan bo'lsa, ходовой o'zgardi, ya'ni komfort hamda eko bo'ladigan bo'ldi. Batareykasi o'zgardi bu mashinani. Faralarni ko'rsangiz bo'ladi. Hammasi LED faralar, bu yengillik emas. Bizga ko'rinishi o'sha hali ham bezramchniy eshiklar, ichilarini ham ko'rsatib o'tdik. Bezkulchovoy dostuplari bor. Jin audio bilsangiz, mashinani faqat premiumlarga Jin audio qo'yadi. So'ng Plus'si o'ziga ham eskisiga 22-yil Jin audioda bo'lib chiqqan. Hozir tank hallani full komplektatsiyalar Jin audioda bo'ladi. Bu ham full komplektatsiya. Bitta motorlikni full komplektatsiyasi. Xo'p, bu yerda освежитель bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, monitor ham yangi D-Link 5 qo'yilgan. Skorsa o'sha eskicha qolgan hamda mana bu yog'i anaqa bo'ladiganidan bundoq turadi. Knopkani bossanglar tepaga chiqadi. Rul abagrev, abduf abagrev hamda massajı bor. Sidenalari eko kojadan qilingan bo'ladi. Mashina prinsipi zo'r, ходовой zo'r. Mashina o'zini ushlashi zo'r. Xo'p, razna shirokiy ballon diskalarda turadi. 265 R20 orqaniki bo'lsa, oldiniki 245 R20 bo'ladi. Razna shirokiy bo'ladi. Xo'p, mashinani ichini bitta ko'rsataman. Podgolovniklari, sidena tikilishi ham juda ham chiroyli qilingan. Xo'p, keyin hamyodan bemalol tug'ilaverasiz. Massajı bu. Xo'p, bu atamankaniki. Orqaga qilsangiz kiradi, oldiga qilsangiz chiqadi. Oldi orqa tepa past bu tomon bo'lsa ekan, orqadan bo'lar ekan tepa pasti. Bu yog'ini bilasizlar o'zingizlar ham. Bu yerdan bardachokka ochiladi. Bardachokka ichi barxtli bo'ladi, hamda освежитель korobkasi turibdi. Torpedalar hammasi kojadan iborat. Xo'p, eshikni bitta ochamiz. Orqalari ham zo'r. Joy katta bo'ladi bunda. Ikkitali karmashkalar. Baribir chexol taqamiz bunga. Olgandan keyin обязательно spoiler avtomatik tushib chiqadi yoki o'zingizlar buni настройка qilib olasizlar. Yo tushirib qo'yasizlar, yo ko'tarib qo'yasizlar. Tepada ham spoiler, pastda ham spoiler bo'ladi. Xo'p, bu komplektatsiyada o'sha bagaj shtorkasi bo'lmaydi. Bagaj poliklari bor, Jin audio subwooferi bor. Bagaj yopamiz. Buni oq rangi bo'lmaydi. Faqatgina shunaqa rangi bo'ladi. Mashinaga keladigan bo'lsak, ходовой chempionlardan yumshoqroq hisoblanadi, lekin qanchalik yumshoq emas. Bu Song L nimasi bilan sizni lol qoldirishi mumkin? Faqatgina o'sha sborka. Mashina qulay, juda ham haydashga hamda mashinada ortiqcha ovoz bo'lmaydi. Misol, Xanni ham haydasangiz, unda ham taqir-tuqur bor, tangda ham bor. Bunda shu narsalar bo'lmaydi. Mashinada deyarli gapiriladigan narsa yo'q. Mashina. Biz hamma narsa yengil emas bu yerda. Освежитель hamda hamyoda беспроводной zaryadkasi, bu yerda sentralniy konsol hozir hammasida shu, даже UANAPda ham xuddi shunaqa chiqadi. Monitori aylanadimi, yo'qmi deganingizga yo'q. Buni monitori afsuski aylanmaydi. O'sha smart pozitsiyalarda monitor aylanmaydi. Xo'p, tablosini ko'rsangiz bo'ladi. Hamda bu probeg 9600, mashina sotiladi ham 34,5 mingga beriladi. Shu mashina hozir yangisini olib kirsangiz 40 ming atrofida aylanadi. Bu yerda kamera, bu yerda bu lidar hisoblanadi. Yuz xulab qolsangiz, shu sizni uyg'otish uchun. 34,5 ming bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolisa, kelishib baraka qilsa ham bo'ladi akalar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Boshqa videolarni ham kutib qolinglar, chiqazamiz.